Ular endi sun'iy intellektni o'zgartirishga harakat qilishadi. Qanaqa qilib desangiz, masalan, tajribamizda brend, oddiy savdogarlar nimadir sotmoqchi, masalan, chashka sotmoqchi. Shu chashkadan sotish uchun ular endi mana Fikrat degan chashka ishlab chiqarishgan deylik. ChatGPTga borib turib, eng zo'r chashkani ko'rsat desa, Fikratni ko'rsatmasligi mumkin. Chunki unda millionlab chashkalar bor boshqa. Bor, lekin top 10 ta qaysi chashkani ko'rsatadi. Masalan, Wall Street Journal'ning chashkasini ko'rsatdi deylik. Ko'rsatish mumkin. Endi qarab turing. Endi u keyin qarasi bo'ladi. Wall Street jurnali birinchida ko'rsatyapti, nega degan savol chiqadi. Chunki u qanaqadir veb-saytlarga borgan, kirgan, u veb-saytdan o'rgangan, blog postlar yozilgan yangilikda, masalan, New York Times degan veb-saytga borgandirda, mana shu zo'r chashka degan yangilik yozilgan. Ularni o'rgangani uchun endi haligi yechim bizga o'sha narsani olib kelib beryapti. Top eng zo'r 10 ta chashka ishlab chiqaruvchini ko'rsat desa, u bilmaydi-ku o'zi qayda eng zo'r kimligini, lekin ana o'sha o'qigan postlarga qarab turib, ha, mana shu zo'r ekan deyish mumkin. Endi savol shuki, endi siz masalan Fikrat sifatida buni chashka sotmoqchi bo'lsangiz, siz aytasiz, ana o'sha qanaqadir sun'iy intellekt xizmat bo'lsa, u xizmat sizga juda ko'p joylarda maqolalar chiqarib beradi. Masalan, New York Times chiqarar, boshqa joyda chiqarar. U yerda, bu yerda hamma joyda maqola chiqarib tashardi. Keyin bu yoqda haligi xizmat keyingi safar eng zo'r chashkani ko'rsat desa, borib turib o'sha veb-saytlarni qarayman desa, ko'p veb-saytlar Fikratdagi chashka haqida gapiryapti. Bu zo'r chashka, bu zo'r chashka deb turib. Keyin bo'ldi, mana top 10 tadan bittasi Fikrat chashkasi ekan deydi-da, foydalanuvchi o'sha narsadan foydalanadi. Hozir generative AI optimization degan jabha bor. Ana o'sha, ya'ni AI ga ta'sir o'tkazyapsiz, qanaqa fikrlash, nimani yaxshi deb ko'rsatish uchun. Va Isroil ana xuddi shu narsa uchun ular pul tikishyapti. AI odamlarga qanaqa gapiradi Isroil haqida, masalan. Chunki odamlar AI dan so'rayapti hozir.